Oshxonangizdagi bu meva sizga jim xiyonat qilayotgan bo'lishi mumkin. Oshxonangizda balki hech qanday xavf yo'qdek ko'rinadigan bir dona meva yotibdi. Lekin 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun u asta-sekin testosteron darajangizni tushirib, qon tomirlarini to'sib qo'yishi va jon kuvingizni sekin-asta sondirishi mumkin. Bunday narsani hech o'ylamagan bo'lsangiz, to'g'ri aytay. Qiziq jihati, ko'pchilik bu meva yurak uchun ajoyib deb o'ylaydi hali ham. Mening klinikamda men ko'p erkaklarning taqdiri bu foydali deb atalgan meva ovqatlanishidan voz kechgach, butunlay boshqacha bo'lib o'zgarishini kuzatdim. Men 30 yillik amaliyotga ega doktor Miguel Carrasman, keksayuvchi erkaklarga jismoniy quvvat, ichki ishonch va shaxsiy hayotdagi faollikni qaytarishda yordam berganman. Har marta isbotlangan sodda qoida, 60 yoshdan oshgan erkaklar o'zini aldashni bas qilib, ovqatlanishni maqsadga yo'naltirganda, tanasi darhol o'zgarishlarni ko'rsatadi. Hech kim ochiq aytmaydigan haqiqat, har qanday meva ham yoshi o'tgan erkaklar uchun birdek yaxshi emas. Ba'zilari estrogenni ko'paytirib, insulinni birdaniga oshiradi va azot oksidini, mustahkam va tabiiy reaksiya uchun asosiy moddani pasaytiradi. Ammo teskari tomondan 4 dona oddiy meva qon oqimini kuchaytiradi, testosteronni uyg'otadi va energiya bilan yaqinlik hislarini o'z tabiatida tiklab beradi. Bu videoda men 60 yoshdan oshgan erkaklarning mutlaqo chetlab o'tishi kerak bo'lgan 4 meva va kunlik ovqatiga qo'shishi lozim bo'lgan 4 meva haqida batafsil aytib o'taman. Agar yotoqxonasidagi quvvat va o'ziga ishonchni qaytarishni orzu qilsangiz, oxirigacha tomosha qiling, chunki oxirgi meva mening ba'zi bemorlarimga yillik tanazzulni haftalar ichida to'liq teskari qilishga yordam bergan. Boshlashdan oldin, agar siz 60 yoshdan oshgan erkak sifatida energiya, qon aylanishi va o'ziga ishonchni qayta tiklashga chin dildan tayyor bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomalarni faollashtiring. Men sizga ilmiy jihatdan asoslangan shaxsiy maslahatlar beraman. Bu mavzu sizni qiziqtirsa, izohda bir yozing. Qiziqtirmasa, yozing. Keyingi videolarda sizga qanday yordam berishni aniqroq bilishim uchun. Bir meva, uzum, testosteronga qarshi yashirin kurash uzumlar ko'pincha sog'liq belgisidir, deb hisoblanadi. Kichraygan, shirin va antioksidantlarga to'la, ular ideal tanlovdek ko'rinadi. Ammo 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun, ayniqsa doimiy ravishda iste'mol qilinsa va uning kelib chiqishiga e'tibor bermasangiz, ular kutilmagan zarar keltirishi mumkin. Asosiy muammo, savdo qilishda uzumlar pestitsidlar bilan eng ko'p qoplangan mevalardan biri. Organik sertifikatsiz bo'lsa, ular sun'iy kimyolar bilan to'lib toshib, erkak organizmining estrogeniga o'xshab ishlaydi. Bu tabiiy testosteronni siqib chiqarib, jinsiy hayajonni kamaytiradi, qorin bo'shligida yog' to'planishiga sabab bo'ladi, prostata kasalliklarini kuchaytiradi va albatta, yaqinlikdagi javobni zaiflashtiradi. Ilmiy ishlar ko'rsatadiki, uzumdagi pestitsid izlari gormon tizimini buzib, keksayuvchi erkaklarda sperma sifatini pasaytiradi. Mening bemorlarimdagi 68 yoshli Xuan har kuni organik emas uzum yeydi-da, bosimni tushiradi deb umid qilardi. Uzumlarni ketkazib, estrogen kamayuvchi mevalarga o'tgach, u atigi 3 haftada ertalabki jonlanishini, uyquning sifatini va yillar davomida yo'qolgan o'ziga ishonchini his qildi. Uzumlar illa dushman emas, ammo testosteron tushayotgan keksayuvchilar uchun eng kichik gormonal buzilishlar ham katta oqibatlarga olib keladi. Tavsiyam, organik bo'lmagan uzumlarni qisqartiring yoki butunlay tashlang va uzum sharbatidan qoching. U shakar va pestitsidlarning portlashi bo'lib, sog'liqqa jiddiy zarba beradi. 2 meva, qadoqlangan meva aralashmalari, shirin xavf-xatar qadoqlangan meva aralashmalari qulay va salomatlikka foydali ko'rinadi. Rangli, yumshoq va tez yeyiladigan, ular ko'p 60 yoshdan oshgan erkaklarning ertalabki ovqati yoki oraliq gazak tanlovi. Ammo siz bilmagan tomoni shuki, bu mevalar qon tomirlari, gormonlar va shaxsiy hayotga qarshi shirin tuzoqdir. Asl muammo mevalarda emas, balki ularni sirgalgan siropda. Ko'pchilik qadoqlangan aralashmalar yuqori fruktozli makkajo'xori siropi yoki oddiy shakarlarga boy konsentrat sharbatlarda saqlanadi. Bu shakar turlari insulinni birdaniga ko'tarib, tomirlarni yalliglantiradi va azot oksidini, yaqinlikdagi mustahkamlik uchun zarur elementni tushiradi. Makkajo'xori siropi shuningdek, jigar yog'ilishi, estrogen oshishi va testosteron kamayishi bilan bog'langan. Mening 71 yoshli bemorim Carlosa yillar davomida bu qadoqlarni yeydi-da, doimiy charchoq, fikrlar chalkashligi va jinsiy qiziqishni butunlay yo'qotgan edi.
Qadoqlarni yangi, kam shakarli mevalarga almashtirgach, uning energiyasi qaytadi va shaxsiy hayoti asta-sekin yaxshilandi. Hatto yengil sirob yoki shakarsiz deb yozilganlari ham hiyla, mevalar oylar saqlanib, tolalarni yo'qotgan va kimyoviy moddalar qo'shilgan. 3 meva, banan, kutib bo'lmaydigan tosiq bananlar eng ommabop mevalardan biri. Yumshoq, qo'lga qulay va sog'lom gazak sifatida reklama qilinadi. Ular mukammaldek tuyuladi. Lekin energiyasi past yoki yaqinlikdagi muammolar bilan og'riqayotgan 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun bananlar tasavvur qilganingizdan ham ko'proq muammo tugdirishi mumkin. Yetuk, ayniqsa qo'y bo'lgan bananlar sodda shakarlarga boy bo'lib, insulinni tezda oshirib, testosteronni pasaytiradi. Vaqt uzishi bilan bu shakar o'zgarishlari insulin qarshiligiga, ortiqcha vaznga va sekin metabolizmga olib keladi. Bularning hammasi mustahkam javobni ushlab turishga xalaqit beradi. Qolaversa, bananlar serotonin hosiliga aralashib, uyquchanlik yoki ruhiy pastsizlikni keltirib chiqaradi. Bu esa jinsiy hayajon va harakatni zaiflashtiradi. Mening bir bemorim bananli nonushtadan keyin letargiya va ong chalkashligini boshdan kechirardi. Keksayuvchilar uchun bu ruhiy holat yaqinlikdagi qiziqishning susayishiga aylanishi mumkin. Tort meva, quritilgan mevalar, shakar to'qimasi quritilgan uzumlar, finiklar va boshqa quritilgan mevalar shirinliklarni qisqartirmoqchi bo'lganlar uchun sog'lom gazakdek ko'rinadi. Ammo energiyasi past yoki yotoqxonada ishonchsizligi bilan jang qilayotgan 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun ular eng xavfli variantlardan. Bu mevalar tolalarsiz shakar zichligi bo'lib, yutilishini sekinlashtirmaydi. Bir stakan quritilgan uzumda gazli ichimlik bankasidagidan ortiq shakar bo'ladi. Bu insulin portlashlarini chaqirib, testosteronni tushiradi. Bundan tashqari, savdo quritilgan mevalar ko'pincha osimlik yo'glari yoki saqlovchilar bilan qoplangan. Ular testosteron va yaqinlik salomatligi uchun zarur sink kabi minerallarning sorilishiga to'sqinlik qiladi. Mening bemorlarimdagi ba'zilar uyqu oldidan finik yeydi-da, sog'lom deb o'ylardi. Ammo bu shakarlar qon shakarini yuqori saqlab, tungi gormonal tiklanishni buzayotganini bilmas edi. Endi 60 yoshdan keyin erkaklik salomatligingizni xarab qilishi mumkin bo'lgan tort meva haqida ma'lumot oldingizdan so'ng, bemorlarimga qon oqimini yaxshilash, testosteronni ko'tarish va hayotiy quvvatni o'ylagandan ham tez tiklash uchun maslahat beradigan tort dona kuchli va kam e'tiborga olingan meva haqida suhbatlashaylik. Bir meva, anor, qon oqimining shohi 60 yoshdan oshgan erkak bemorlarimga har doim birinchi navbatda maslahat beradigan meva, anor. Bu meva shunchaki ta'mi ajoyib va jonlantiruvchi emas, balki qon aylanishini qayta tiklash va testosteronni saqlab qolishning eng kuchli tabiiy quroli hisoblanadi. Anor polifenollar, osimlik antioksidantlari bilan to'la bo'lib, oksidlanish stressiga qarshi kurashadi va qon tomirlarining holatini mustahkam etadi. Bu ahamiyatsiz emas, chunki yaqinlikdagi harakatlarning hammasi yaxshi qon oqimiga bog'langan. Ilmiy izlanishlar tasdiqlaydi. Anor azot oksidini ko'paytirib, tomirlarni kengaytiradi va izchil, mustahkam natijalarga erishishga yordam beradi. Klinik tajribalarda kuniga sof anor sharbati ichgan erkaklar bir necha haftada jinsiy quvvatda katta o'zgarishlar va testosteron ko'payishini sezishdi. Bu sirli o'zgarishlar emas, balki gormonlar va tomirlar tizimiga haqiqiy quvvat beruvchi oddiy meva. Men charchoqdan charchagan, umidsizlikka tushgan va 60dagi yaxshi kunlarni eslayotgan erkaklarni ko'rdim. Ovqatlanishini o'zgartirib, anorni qo'shgach, bir stakan sof sharbat yoki yarim stakan urug'lar, ular 30 kun ichida kuch-quvvati oshganini, ertalabki faollikni va uzoq vaqt yo'qolgan deb o'ylagan ishonchni his qilishlarini aytdi. 100 sof, shakarsiz anor sharbati oling yoki yangi urug'larni tanlang, ertalabki yogurtga soling yoki shunchaki luqma qiling. Organizm darhol javob beradi. Anor qon oqimingizni kuchaytirsa, keyingi meva qalqon bo'lib, testosteronni yashirin tahdidlardan himoya qiladi va kuchingizni so'raydigan gormonal bosimni boshqaradi. 2 meva, kivi, testosteronning sodiq qo'riqchisi kivi savdo joylarida unchalik ko'zga ko'rinmaydigan meva bo'lishi mumkin, lekin 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun gormonal muvozanat va erkaklik jonlanishining qimmatbaho ne'mati. Bu yashil go'zallik vitamini bilan quvnoq, ko'pincha apelsindan ham ortiq va bu ko'pchilik tasavvur qilganidan ham katta ahamiyatga ega. C vitamini testosteron hosil qilishning asosi bo'lib, urug' hujayralarini oksidlanishdan saqlaydi va gormon miqdoringizni mustahkam tutadi. Ammo kivi faqat shu bilan cheklanmaydi. U tabiiy fermentlar bilan boyitilgan bo'lib, ovqatni hazm etish va ozuqalarni yutishni yaxshilaydi.
Yosh otishi bilan hazm qilish tizimi susayadi. Shuning uchun sog'lom taomlar iste'mol qilsangiz ham kerakli narsani to'liq ololmaysiz. Kivi bu kamchilikni bartaraf etadi. Sink va magniydek erkaklik quvvati uchun zarur minerallarning qonga kirishini kafolatlaydi. Qolaversa, kivi stress gormoni kortizolni pasaytiradi. U testosteronning raqibi. Yaponiyalik olimlarning tadqiqotlarida kuniga 2 ta kivi yegan erkaklar bir necha haftada uyqusi yaxshilanganini, bosimi tushganini va ruhiy holati ko'tarilganini ko'rsatdilar. Bularning barchasi yaqinlik va hayotiy faollikni qaytarish uchun muhim. Kivini butunlay yeng, qobigini ham qoldirmang. U yeyiladigan, tolali va qo'shimcha foyda beradi. Faqat toza yuving yoki organik variantni tanlang. Qobigi yoqmasa, faqat ichki qismi ham o'zgarishlarni boshlashga yetadi. 3 meva. Tarvuz. Tabiiy quvvat beruvchi tarvuz shunchaki yozgi salqinlik manbai emas. U 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun qon aylanishi va yaqinlikdagi salomatlikni mustahkamlashning eng samarali tabiiy yordamchisi. Asosiy sir, strulin tanada argininaga aylanishi mumkin bo'lgan modda. U azot oksidini oshirib, tomirlarni kengaytiradi va eng muhim joylarga mukammal qon oqimini ta'minlaydi. Kimyoviy tabletkalardan farqli ravishda, yurak yoki bosimga yuklamasdan, yumshoq va xavfsiz ta'sir qiladi. Mening 60-70 yoshdagi bemorlarimdan ko'plari kuniga tarvuz yeyishni boshlagach, ayniqsa bosh oshqozon bilan, ertalabki quvvatni, chidamlilikni va kun bo'yi energiyani sezishlarini aytishdi. Tarvuz hazmga oson, yog' va tuzdan kam, va uning foydasini to'liq olish uchun yangi kesmalarni tanlang. Tayyor sharbatlar o'rniga, ular odatda shakar qo'shilgan. Sharbat tayyorlamoqchi bo'lsangiz, yangi tarvuzni maydalang, qobig yonidagi oq qismni ham qo'shing, u yerda strulin ko'p. Ba'zilar zanjabil yoki limon bilan aralashtirib, ta'sirini yanada kuchaytiradi. Maqsad bir kunlik ko'tarilish emas, balki uzoq muddatli tomir va gormon salomatligini shakllantirishdir. Tort meva, qora rezavorlar, gormonlarning qalqoni qora rezavorlar o'lchami bo'yicha kichik bo'lsa ham, 60 yoshdan oshgan erkaklar uchun katta sir yashiradi. Bu qorongi donalar antotsianinlar, o'simlik moddalari bilan to'ldirilgan bo'lib, tomirlarni saqlaydi, yalliglanishni kamaytiradi va testosteronni hujayra ichidagi yashirin xatarlardan himoya qiladi. Qora rezavorlar aql va jismga birdek yordam beradi. Keksayuvchilarga fikrning tiniqligini, ichki muvozanatni va jismoniy javoblarni saqlashga yordam beradi. Yosh otishi bilan stress erkaklikning katta dushmaniga aylanadi. Testosteron hosil qiluvchi hujayralarga zarar yetkazadi, tomirlarni zaif qiladi va asablar sezgirligini tushiradi. Qora rezavorlar tabiiy tozalovchi sifatida ishlaydi, erkin radikallarni yo'q qilib, gormonlar uchun ideal muhit yaratadi. Natijada kuchliroq javoblar, tez tiklanish va yaxshi aqliy e'tibor. Tadqiqotlar isbotlaydiki, qora rezavorlarni doimiy yeyish insulin sezgirligini oshiradi, fikr chalkashligini kamaytiradi va xotirani mustahkamlaydi. Bular tanangiz holatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Kunni yarim stakan yangi qora rezavorlar bilan boshlang. Grek yogurtiga qo'shing, smuziga soling yoki oddiygina yeng. Natijalar o'zlari ko'rinadi. Yaxshi diqqat, ko'proq hayajon va munosabatlardagi yangi yaqinlik hissi. Xulosa, barchasini bo'glab, hayotingizni yangilang. Siz 60 yoshdan oshgan erkak bo'lsangiz, kunlik meva tanlovingiz hech qachongidan ham dolzarb. Uzumlar, qadoqlangan meva aralashmalari, bananlar va quritilgan mevalar begunohdek ko'rinsa ham, ular testosteron va qon oqimingizni xarab qilishi mumkin. Buning o'rniga anor, kivi, tarvuz va qora rezavorlar qon oqimingizni, energiyangizni va erkaklik quvvatini uyg'otishi mumkin. Mukammallik talab qilinmaydi, faqat doimiylik yetarli. Tanangiz hali ham qudratli, ishonchli va jonli bo'lishni eslaydi. To'g'ri yo'l ko'rsating, u sizga qaytaradi. Bir luqma, bir kun, bir qadam, shu yo'l bilan boring.